Assalomu alaykum, bizni YouTube kanalimiz a'zolari hamda kuzatuvchilari. Sog' bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga umraga qanday, qayerdan boriladi va narx-navolari qanaqa, hamda oraliq masofa, gastinisalar, taomlar barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Hop, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi inshaalloh azizlar. Gastinisalarimiz 4 yulduzli gastinisalar Madinada 250-300 metr oraliq masofada. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada 10-12 minutlik yo'l azizlar, gastinisadan haramgacha. Bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, hamda avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, Madinada gastinisamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, o'zbek oshpazlari tomonidan, xudo xolasa. Undan tashqari 14 kunlik ziyoratimizda sayohatlar, ziyoratlar bor azizlar. Bular Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda asosiysi payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Agar Qur'on kitob bosmaxonalari ham bor. Agarda haftada 2 mahal 2 kun ishlaydi, ochiq bo'lsa bemalol kirish mumkin azizlar. Makkada esa azizlar Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohat ham bor azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Bu sayohatimiz 14 kun ichida sizlar bilan boshlarimiz o'zlari olib, o'zlari kutib aeroportda o'zlari kutib olishadi. Aeroportda kutib olib, barcha ziyoratlar, sayohatlar o'zlari olib borib, o'zlari o'rgatib, barchasini malakali, tajribali boshlarimiz hamrohligida bo'ladi inshaalloh. Xo'p, azizlar, undan tashqari reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz haftani har seshanbasiga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Reyslarimiz azizlar to'g'ridan-to'g'ri Jiddaga uchiladi, hech qanday peresatkasiz. Xo'p, undan tashqari azizlar, bizni firmamiz tomonidan boradigan bo'lsak, bizni firmamiz tomonidan sovg'a beriladi sizlarga. Bejik, kamzilcha, sumka, yostiqcha, bularning barchasi. Agarda siz Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida, agar Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportidan beriladi azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, agarda siz bizni uzoqdan chet elda ishlab kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizlarning nomingizdan chiroyli sertifikatni qilib, otangizni, onangizni sizlarning nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Xo'p, to'lovlarga keladigan bo'lsak azizlar, to'lovlar hozirgi kunda agarda manzilingiz uzoqroqda bo'lsa, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. Sizlar esa o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Zagram pasportni ham tashlagan holda. Xo'p, agar ofisimizga keladigan bo'lsak azizlar, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol kelib Centrum rasmiy kassalariga naqd so'mda to'lovlarni amalga oshirish mumkin azizlar. Zagram pasport esdan chiqmagan holda to'lovlarni amalga oshirsangiz, biz tomonidan tuzilgan shartnomalar bor. Shartnoma bo'yicha xudo xolasa o'z joyingizni bron qilgan bo'lasiz azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. 24/7 biz aloqadamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.